Telegram ijtimoiy tarmog'ida tashkil qilingan guruh orqali Said ismli shaxs avvaliga foydalanuvchi ayol va qizlarni o'z tuzog'iga ilintiradi. Har safar pul talab qilmoqchi bo'lganida videolarni tarqatib, sharmanda qilishini aytib qo'rqitadi. Yalang'och video olib jo'natishimni so'radi. Men boshida yo'q dedim, qarshi qildim. Keyin jahli chiqdi, urishdi meni, uylanaman senga deb ishontirdi. Xudoga gaplar rosa ko'p ekan. Keyin tashladim men, 3 ta video tashladim. Jabrlanuvchilarning biri bilan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasiga ko'ra, ichki ishlar bo'limiga murojaat qilishdan avval Said ismli shaxsga jami 2 dona uzuk va 1 dona tilla zanjirini topshirgan. Bunchadan keyin yo menga pul berasan yo tilla berasan dedi. Keyin menga tilla berdim. O'zimni babushkam olib qo'ygan tillalarni berdim, 2 ta uzuni. Men o'zi ishim shunaqa pul topaman deb gapirishni boshladi. Telegramdagi qizlarni ham ko'rsatdi, shuncha qiz bor menda, shuncha qizni videosi bor, shuncha qizdan pul olib yuraman dedi. Yana ozgina o'sha pulga muhtojlik bo'lib, shu videolar turuvdi menda. Keyin yana yozdim, videolarim turibdi dedim. Shu pul bersang chiqarmayman, pul bersang chiqarmayman dedim. Tilla berdi, birinchisi tilla berdi, so'zni tirishmadi. Bundan tashqari, Said ismli shaxs shantaj qilish orqali yana bir ayolni qo'rqitgan. Unga ham video tasvirlarni tarqatib yuborish bilan tahdid qilgan. Har oy undan pul talab qilib kelgan. Ijtimoiy tarmog'ida gruppalar bo'ladi. Gruppalarda yozishib, zerikkanimda kirib o'tirib, u bilan gaplashib, o'sha yerda Laylo degan qiz bilan gaplashdim, uni lichkasiga o'tdim. Ozgina vaqtdan keyin o'sha jiddiylashdi gaplashayotgan munosabatlarimiz. Men xohladim uni o'sha yechinib videoga olib tashlashini o'zini. Videoga olib tashladi. Rasm tarqab ketishini xohlamasang, menga 500 ming berasan deb aytdi. Men qo'rqaman, shu 500 ming pulni berdim. Men yana yo'q ketdi orada. Yana endi bu safargisi endi pul menga berasan 1 million deb so'radi. Agar bermasang, mahallamnikiga sharmandan chiqarib rasmni ko'rsataman deb aytdi. Pulni ham topib berdim men. Keyin bu yerga kelib yozdim. O'zim xohishim bilan yozdim. Keyin ular menga yordam berishdi. Aytdim, mana shunaqa pul so'rayapti. Ertagacha topib bermasam, chiqarib olar ekan, mahallamga kelar ekan, ota-onamga tashlab ketar ekan, disk qilib dedim. Shunaqa dedim, keyin ular menga yordam berishdi. Murojaatga asosan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Uchtepa tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor xodimlar tomonidan maxsus tadbir o'tkazilib, 1993-yilda tug'ilgan Said ismli shaxs daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Ilojsiz qolgan jabrlanuvchilarga ichki ishlar xodimlari o'z xizmat vazifalari doirasida yordam berishdi. Juda katta xato ish qildim, erkakchiga bunga yarashmagan narsa. Men oldincha o'ylamagan ekanman. O'zingni ayoling shunaqa bo'lsa, sen shunaqa ayolga uylanib qolsang-chi deb mana shunaqa joylarni tushuntirishdi. Ichimda qanaqadir boshqacha qo'rquv bo'lib ketdi.